Chaqimchilikni aytdimmi? Chaqimchilik odamlar o'rtasida gap toshdi. Endi chaqimchi odam o'sha sehrgardan yomon. Sehrgar ikkinchi o'rinda tursa, birinchi o'rinda chaqimchi turadi. Undan ham yomon hisoblanadi chaqimchilik. Chunki sehrgar ham odamlar o'rtasini buzadi, lekin u ta'sir qiladi yo ta'sir qilmaydi. Alloh izn bersa, boshqa bo'lsa. Yo bir u odamlar o'rtasini isitish, sovutish uchun qanchadir sehr o'qish kerak, bir hafta harakat qilish. Nimachi chaqimchi 5 minut kifoya chaqimchiga. Balki undan ham oz. Chaqimchilikda hozir super plus degan turlari hozir unaqa bo'lib ketdi odamlar o'rtasida. Hozir oddiy so'z bilan emas chaqimchilik, video bilan ketyapti hozir. Kimdir ko'rib qolib, videoga olib, rasmga olib, kameradan qirqib olib, tarqatib olyapti. Oilalar buzilib ketyapti chaqimchining orqasida. Qalin do'stlar bir-biriga teskari olib ketyapti. Bir gapni bir joyi bor, aytishingizda oldin yo bitta holatda bir joyda bittasini ko'rib qolsa, o'shani masalan eslab qolib, videoga olib bir joyga gapirishdan to'xta. Mana shu ishni qilsam hozir nechtadir odamni bir-biriga teskari qilib qo'ymayman. Ikkita oilani bir-biriga zid qilib qo'ymayman. Ikkita qudani bir-biriga zid qilib qo'ymayman. Qiyomatli do'sti, qiyomatli dushman qilib yormayman. O'ylang birinchi qilayotgan ishingizni nima qilyapman? Shu ishim orqasida bittaga jamiyatni buzib olmaymanmi degan.